San'atkorlar oilasining ajrim yoqasiga kelib qolishiga nima sabab bo'lgan? Gulchehra Sa'dullayeva eri Yigitali Mamajonov Aysenem Yusupova bilan qanday munosabatda ekanligini ommaga ochiqladi. Videorolik davomida bularning barchasidan xabardor bo'lishingiz mumkin. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva onasining hayotini saqlab qolgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi yosh aktrisa Gulchehra Sa'dullayeva onkologiya kasalligiga chalinay deb turganida doktorlar maslahati bilan 40 yoshida kenja qizi Muqaddas Sa'dullayevani dunyoga keltirgan. Qizaloqqa onasi, farzand esa onasiga yangi hayot hadya qilgan. 6-dekabr kuni tug'ilgan kunini nishonlagan Muqaddas Sa'dullayeva bu yili 35 yoshni qarshi oldi va el suygan aktrisaga aylandi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Dadam men uchun yig'lagan. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva ham ilk rolini bolalik chog'ida o'ynagan. U aktyor va rejissyor Mashrab Kimsanov tomonidan suratga olingan 5 qismat filmida onasi Gulchehra Sa'dullayevaning kenja qizi rolini ijro etgan. Ammo tomoshabinlar retro filmni ko'rib, bu bolakay Muqaddas Sa'dullayeva ekanligiga ishonmasliklari tabiiy, chunki u yoshligida juda o'zgacha bo'lgan. San'atga bolalikdan qiziqqanman, kinolarga takliflar bo'lgan, ammo rad javobini berardim. Balki bu fe'l-atvorimdagi tortinchoqlik bilan bog'liqdir. Psixologiyaga ham qiziqqanman, yuqori qiziqish egasi bo'lganman. Odamlarni kuzatishni, o'rganishni yaxshi ko'rardim. Oilada 3 farzandmiz, opam, akam va men. Men ota-onamning yoshlari ulg'aygan paytida dunyoga keltirgan farzandi ekanligim uchun ular meni juda qattiq yaxshi ko'rishardi. Ayniqsa dadam rahmatli yer u ko'kka ishonmas edi. Bir kun Instagram orqali bir ayol bolaligingizda qattiq kasal bo'lgansiz, dadangiz qo'lida ko'tarib kirib kelgan edi. Men singlim bilan birgalikda kasalxonada davolanayotgandim. Shifokorlar sizni olib kirib ketganidan keyin dadangiz yo'lakda yig'layotganini ko'rgandim deb yozib qoldi. Haqiqatdan ham dadam rahmatli nihoyatda mehribon ota edi. Bolaligim bilan bog'liq shirin xotiralarim ko'p. Hech kimdan kam bo'lmay ulg'ayganmiz, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. İlk gonorarimni qozog'istonliklar bergan. Aktrisa ilk gonorari bilan bog'liq savollarga quyidagicha javob bergan. İlk gonorarimni 15-16 yoshimda qozog'istonlik ijodkorlarning klipida suratga tushib olganman. O'shanda berilgan pullarning bir tiyinini ham ishlatmay onamga olib borib berganman. Onam xursand bo'lgandi. Undan keyin G'ayrat Usmonovning Yor klipida suratga tushdim. Klip tanilishimga katta hissa qo'shdi. 2012-yilda Salom sevgi, xayr sevgi filmiga taklif etishdi. Ko'pchilik san'atga bo'lgan qiziqishimni so'nishini kutdi, chunki psixologiya yo'nalishiga ham juda qiziqar edim. Ammo rollarga kirishib, filmlar muvaffaqiyatli chiqqanidan keyin asosiy e'tiborimni san'atga qaratdim. Eng muhimi, bundan ota-onam xursand bo'lgan. San'atkor bo'lishimni xohlardim-u, lekin ota-onam ruxsat berishmagandi. Men ham kinoda rol o'ynasam qaniydi deya orzu qilardim. Suratga olish maydonchasiga kelganimda aktyor aktrisalarni kuzatib, rosa havas qilganman, deydi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva. Oilamni saqlab qolishga harakat qilganman. Aktrisa 2014-yilning 5-noyabrida aktyor Sanjar G'aniyevga turmushga chiqqandi. To'y marosimi katta shov-shuvlar bilan o'tgan edi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay aktrisa ota uyiga qaytib kelgan. Bu haqida gapirishni istamayman-u, ammo o'sha vaqtda menga juda qiyin bo'lgan. Homilador holimga qaramay oilamni saqlab qolishga harakat qilganman. Afsuski mendan keyin 2 qizni ham xuddi shunday taqdir qarshi oldi, deydi aktrisa. Bolam uchun kurashib adashibman. Aktrisa 2015-yilning sentyabr oyida farzandli bo'ldi, ammo qizaloqning dunyoga kelishi ham oilani saqlab qola olmadi. Hatto xotin bir-biriga bo'lgan keskin munosabatni omma oldida ham oshkor qildi. Masalan, Sanjar G'aniyev ijtimoiy tarmoqqa Sadiya bilan tushgan suratni joylagan. Ko'pchilik oilaga baxt tilagan, ayrimlar esa ular nega birga yashamayotganiga qiziqqan. Shunda Sanjar G'aniyev suhbatga qo'shilib, qizini ko'rdi degani oilasiga qaytdi degani emas, oila yo'q deya izoh qoldirgan. Bu gapdan Muqaddas Sa'dullayeva qattiq ranjigan. Yashamaslikka yetarli sabab ham yo'q. Erkak kishida mas'uliyat bo'lishi kerak. Odam farzandining taqdiriga bir o'zi kurashgani bir tiyin. Bolam uchun shuncha kurashib adashibman. Siz Sadiyaga noloyiqsiz deya gap so'zlarga nuqta qo'ygan.
Qarg'ishga qolishdan qo'rqardim. Keyinchalik aktrisa intervyularning birida ota-onasidek baxt nasib etishini orzu qilgani, ammo u farzandini yolg'iz tarbiyalashga majbur bo'lgani haqida aytib o'tgan. Bu yog'iga yolg'iz o'tsam kerak deb o'ylagandim. Qizimga qarashga enaga yo'llab ishlashga majbur bo'ldim. Har doim kimningdir oilasini buzishga qo'rqqanman. Qarindoshlarimiz yoki hamkasblarimiz hol-ahvol so'rasa ham qo'rqib turardim. Chunki tushunmovchilik sababli odamlar orasida noto'g'ri gap so'zlar tarqalishini va bir oilaning tinchi buzilishini istamasdim. O'sha vaqtda o'ylanmagan yigitlar ham oila qurishni taklif qilgan, ammo ularning ota-onasining qarg'ishiga qolishni istamaganman. Shu bois endi oila qurmasam kerak deb o'ylagandim, deydi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva. Yigitali Mamajonov bilan qanday tanishgan? Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva turmush o'rtog'i aktyor Yigitali Mamajonov bilan 2018-yilda tanishgan. Ularning uchrashuviga O'zimizning yigitlar nomli shou dasturi sabab bo'lgan. Aktrisa o'g'li Abu Bakrga homilador bo'lganiga qadar aktyor bilan oila qurganini yashirgan. Ayolim bilan ko'rsatuv syomkasida tanishganmiz. U paytda menga ham, unga ham qiyin vaziyat edi. Oilaviy ajrimdan keyin ruhiy muammoni yengish uchun vaqt va ruhiy madad kerak edi. Biz avvaliga bir-birimizga ruhiy ko'mak berish uchun gaplashganmiz. Keyinchalik munosabatlarimiz jiddiylashgan. Uning sabrli ekani va aytgan gaplarimni qonundek qabul qilishini sezganman. Avvaliga oila qurganimizni odamlardan yashirganmiz, ammo o'g'lim tug'ilishi arafasida hammasi oshkor bo'ldi, deydi Yigitali Mamajonov. Rayhona mendan ranjigan edi. Aktrisani ko'pchilik oila buzg'unchilikda ayblaydi. Hatto uni xonanda Rayhona bilan urushtirish uchun ig'volar ham bo'lgan. Rayhonaning ijodiga avvaldan befarq emasman, ammo ularning ajrashganini men ham ommaviy axborot vositalari orqali bilganman. Undan keyin turmush o'rtog'im boshqa qiz bilan oila qurgan. Men bir muxlis sifatida oilaning saqlanib qolishini istardim, ammo peshona ekan. Hech kim ajrashish niyatida o'ylanmaydi. Ayollar ham bunday yo'lda bo'lmaydi. Turmush o'rtog'im oila qurishimizdan avval shart qo'ydi. Boshqa aktyorlar bilan partnyor sifatida suratga tushmaysiz yoki men bilan yoki yolg'iz o'zingiz rol ijro etasiz, dedi. Bu inson oilani qadrlaydi, erkaklik burchini ham bajaradi. Bir yili juda xunuk holat bo'ldi. Montajda mening nomimdan Rayhonaning sha'niga yetadigan gap so'zlar yozishgan. Eng yomoni montaj rasm tepasiga Instagram profilimni joylab qo'yishgan. Uni Rayhonaga jo'natishgan. Mendan ranjib u ham Instagramga joylagan, ammo bu ish ig'vodan boshqa narsa emas edi. Xayriyatki ko'p o'tmay uni men yozmaganim oshkor bo'ldi. Xonandaga nisbatan hech qanday yomonligim yo'q. Uni hamisha hurmat qilaman, deydi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva. Aysenem Yusupova va Yigitali Mamajonovni nima bog'lagan? Ijodkorlar oilasi ketma-ket o'g'il va qiz farzandli bo'lishdi. Aktrisa bir necha yildan buyon deyarli ijod qilmay qo'ydi. Faqatgina turmush o'rtog'i bilan partnyor sifatida suratga tushadi xolos. 2022-yilda esa Muqaddas va Yigitalining munosabatlariga dars ketgani va ular alohida yashayotganliklari ma'lum bo'ldi. Aktrisa turmush o'rtog'ining xonadonidan ketgani va farzandlarini yolg'iz tarbiyalayotgani haqida bir necha bor videorolik joyladi. Yigitali Mamajonov keyinchalik buning sabablarini va Aysenemxon Yusupova bilan munosabatlari haqida gapirdi. Har bir aktyorning o'ziga yarasha metodikasi bor. O'zi uchun u o'zi muayyan holatga kirishishi uchun yo'l tanlab oladi. Aysenemxon bilan kliplar, seriallar orqali tanishmiz, lekin yaqin emasmiz. U qiz bilan sevishib, muhabbatni boshdan kechirmadik. Mening filmdagi obrazim Rustam, Aysenemxonning obrazini sevadi. Men filmda Rustamga aylandim. Syomka tugaganidan keyin holatdan chiqdim. Har bir erkakning o'z dididagi ayoli bo'ladi. Aysenemxon mening didimdagi qiz emas. Ayolim juda qattiq rashk qildi. Har bir aktyorning o'ziga yarasha metodikasi bor. U o'zi uchun muayyan holatga kirishi uchun yo'l tanlab oladi. Aysenemxon bilan kliplar, seriallar orqali tanishmiz, lekin yaqin emasmiz. U qiz bilan sevishib, muhabbatni boshdan kechirmadik. Mening filmdagi obrazim Rustam, Aysenemxonning obrazini sevadi. Men filmda Rustamga aylandim. Syomka tugaganidan keyin holatdan chiqdim. Har bir erkakning o'z dididagi ayoli bo'ladi. Aysenemxon mening didimdagi qiz emas. Ayolim juda qattiq rashk qildi. To'g'ri, sevgani uchun rashk qildi, lekin bu mening ishim, erkak kishimiz biz. Tirikchilik sababi kino. Ishimni yaxshi ko'raman, shuning uchun ayollardan iltimos, erkak kishining shaxsiy hududini buzmang. Oilamiz kuchli rashk sababli ajrim yoqasiga keldi. Telbalarcha bir insonni sevish psixologik yaxshi narsa emas. Buning oqibatida fojia yuz berishi mumkin. Eng yengili oila buzilishiga, keyinchalik esa o'limga olib keladi.
ayol kishi o'zi bilib bilmay ko'nglingizni og'ritadigan, nafsoniyatingizga tegadigan narsalarni gapirib qo'yadi. Shunday paytda shuncha umrimni, vaqtimni, energiyamni shu ayolga sarflab kelayotganim qanchalik to'g'ri ekan? Bundan keyin hayotimni baxshida qilib bu inson bilan yashashim to'g'rimikan? Arzimaydi-ku bu inson deb o'ylab qolasiz. Bu fikrlar sekin-asta kuchayaveradi. Kuchayaverganidan keyin yana gapirib qo'yadi. Aynan mana shunday holat, vaziyat 7 oy avval bizning oilamizda ham bo'lgan. Rashk, qattiq yaxshi ko'rish shaxsan menga kerak emas. Jinnilarcha yaxshi ko'radigan insonga siz bo'yin so'nishingiz, bo'yin egishingiz kerak. Men bunday sevgiga tayyor emasman. Bu narsa meni bezillatadi. Bu dunyoda hech bir jonzot haqiqiy, tubsiz, beg'araz sevgiga arzimaydi. Bunday sevgiga faqat Alloh munosib. Meni bunday sevishlari kerak emas. Ayol kishi erini hurmat qilishi kerak deydi Yigitali Mamajonov. Muqaddas Abdullayeva Instagramda ham juda faol. Uni ijtimoiy tarmoqda 3.900.000 kishi kuzatadi. Sahifasida asosan oilaviy mavzular, kontentlar joylashtiriladi.